Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi yana bir chiroyli darvozamizda Toshkent viloyati Ohangaronga olib kelib o'rnatdik. Mana juda chiroyli, juda ideal holatda chiqdi bu darvozamiz. Eniga 3.15, bo'yiga 3.60 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli holatda o'rnadi. Videomizni oxirigacha ko'rsalar, darvozamizni materiallar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Yopib qo'y. Darvozamiz eniga 3.15, bo'yiga 3.60 razmerga o'rnadi. Qirg'oqdagi stoykalar ikki yoni tagi 10lik shvillar bo'ldi. 10ga 5 shvillarda, ichidagi profillari 6ga 4, 1.5lik stena. Listlari 2lik list ustiga 1.1lik mana bunaqa yeryong'oq list bosildi. O'rtasiga steklovata bosilib. Mana juda baquvvat chiqdi. Ichidagi 6ga 4 mana ikki qatordan 2 chaspak bosildi. Bular ham 1.5lik stenada qirg'oqda profilga qadar. Keyin yeryong'oq list atrofida 2 profil qo'yildi. Juda chiroyli holatda chiqdi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1.100.000 so'mdan olib kelib o'rnatildi. Ofis summasi 12.5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalari Devo kraska, mokro asfalt rangda bo'ldi. Mana kraskalariga ham baho beraverasizlar. Xudo xohlasa kraskalar ham garantiya. Ancha yildan beri ishonarli holda turibdi kraskalarimiz. Gruntovka lakigacha 4 slog, 5 slog kraska bo'ladi. Xudo xohlasa kraskalar ham garantiya. Mana zamoklar har doim o'rnatiladigan zubr zamok. Zamoklarimiz ham yaxshi ish beryapti. Yaqin 3 yil, 4 yildan beri shu zamokdan foydalanyapmiz. Yaxshi, xudo xohlasa. Darvozamiz orqa holatlari mana orqalari ham tekis. Mana devorga plotniy holda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lsalaring, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaring, qo'ygan videomiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Xudo xohlasa kuzatib borsalaring, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini, ish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aka-ukalar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.